Nima hozir menga o'xshab chakmon kiyib, do'ppi kiyib, jog'izga soqol qo'yasiz bo'ldi, yaxshi odamsiz deganim? Keling bo'lsa beraman men uni hozir. Mashinam yana to'rtta turibdi. Kiysiz yaxshi odam bo'lib qolasiz deganim? Hayotingizda yaxshi odam bo'ling. Unutmang shuni, yoshlar. Har bir harakatingizda yaxshi odam bo'ling. Yo'lda mashinaga ketyapti, yaxshi odam bo'ling. Qo'ni-qo'shnichilikni joyiga qo'yib qo'ying. Uylangan bo'lsangiz xotiningizga zulm qilmang. Dadingiz, buyingiz bo'lsa xo'p bo'ladi deng. Aqllilik qilmang, aql o'rgatmang. Dadingizga nasihat qilmang, qo'pollik qilmang. Ichadimi, chekadimi ishingiz bo'lmasin sizni. Ro'mol o'raydimi, o'ramaydimi ishingiz bo'lmasin sizni. Qiyomatda dadamiz, buvamizdan Alloh bizni so'ramaydi. Xizmatini qilganmisan deydi. Duosini olganmisan deydi. Qariganda qornini boqqanmisan deydi. Dading nimaga aroq ichgan demaydi. Dading nimaga namoz o'qimagan demaydi. Bizning ishimiz qusvorsa qusug'ini yuvib, olib kirib, yotqizib, oyog'ini uqalab, dadajon yaxshi dam oling deyish biz vazifamiz.